Şərqi Türkistanlıq qarindaşlar. Şərqi Türkistan xəbər agentliyining xəbərlər proqrammasida ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Eng oldi bilan xəbərlərimizning qisqacha mazmunini diqqətingizə sunamiz. Şərqi Türkistan sürgündü hökumətinin Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı baş ştabining oldida o'tkazgan namoyishi har qaysi matbuotlarda keng turda xabar qilindi. Tashqi ishlar ministri Salih Xudoyor Angliya davlat mudofaa markazidan majburiy emgakdan ishlangan quyosh energiyalik batareyani ishlatishni to'xtatishni talab qildi. 7 yoshlik Xitoy tanarkachilari temir armiya qurish uchun harbiy mashq qilmoqda ekan. Tunda tafsiliy mazmunini diqqatingizga sunamiz. Hindiston bilan xabar turi 1 dekabr kuni Sharq Turkiston sürgündü hukumatining Nyu-Yorkdagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bosh shtabining oldida o'tkazgan namoyishini xabar qildi. Sharq Turkiston sürgündü hukumatining boshchiligidagi Uyg'urlar namoyish qilib, Xitoyning Amerikadagi 200limchiligini aybladi degan temada yozilgan xabarda Sharq Turkiston sürgündü hukumati boshchiligidagi Uyg'ur jamiyati a'zolari yaqinda Nyu-Yorkdagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bosh organining oldida Xitoyning 200limchiligiga qarshi namoyish o'tkazdi. ANI'ning xabariga qaraganda Uyg'urlar xalqaro jamiyatni Xitoy Sharq Turkiston to'qinishini hal qilishga va Xitoyning Sharq Turkistonda olib berayotgan mustamlikachilik, irqiy qirg'inchilik va ishg'oliyat harakatiga qarshi harakat qilishga chaqirgan. Axborot agentligining xabariga qaraganda namoyish ishg'ol qilingan Sharq Turkistonda mustamlikachilik va irqiy qirg'inchilik siyosatini yurgizayotgan 200limchi Xitoyning tashqi ishlar ministri Wang Yi Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Isroiliya Hamas to'qinishi to'g'risidagi yig'iniga rahbarlik qilishiga to'g'ri kelgan. Namoyishchilar Xitoyning Uyg'ur qirg'inchiligini to'xtating degan plakatlarni ko'targan. ANI naql qilgan axborot e'lon qilish yig'inida Sharq Turkiston sürgündü hökuməti namoyishning qarshilik ko'rsatish bo'lib qolmasdan, balki Xitoy hökumatining 200limchiligiga qarshi kuchlik bayonot ekanligini o'ttirg'a qo'ygan. Xitoyning ishg'oliyat ostidagi Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa turkiy xalqlarga qarshi mustamlikachilik, irqiy qirg'inchilik va ishg'oliyatni rejimsizlarcha elib berishi Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishning oldini olishni maqsad qiladi. Sharq Turkiston sürgündü hökumatining tashqi ishlar ministri Salih Xudoyor Xitoyning 200limchiligini ayblab axborot e'lon qilib, Falastin davlatini e'tirof qilishga chaqiriq qilgan 200limchi Xitoy ishg'ol qilingan Sharq Turkiston davlatini inkor qiladi va Sharq Turkiston xalqiga irqiy qirg'inchilik yurgizib, kishilik huquqlarini dafsanchilikka uchirtadi. Dunyo jamoati bundaq ochiq-oshkora qo'sh o'lchamning davomlashishiga yo'l qo'yish bilan bir vaqtda adolat va tinchlikni tashabbus qilganligini talab qila olmaydi deyildi. Sharq Turkiston sürgündü hukumatining Birlashgan Davlatlar Tashkilotining oldida olib borgan namoyishi boshqa yana Grek shahar vaqti. David Discourse xabarlarida 30 noyabr kuni. Chanakya Forum xabarlarida 5 dekabr kuni tafsiliy xabar qilindi. Angliya armiyasi ishlatgan quyosh energiyalik batareya taxtasi Xitoydagi majburiy emgakdan ishlab chiqarilgan ekan. Angliya BBC xabarlarining yaqinda oshkorlashicha, Angliya armiyasi ishlatayotgan quyosh energiyalik batareyasi Uyg'ur majburiy emgakini ishlatgan Xitoy shirkatlarining mahsulotlari bo'lish ehtimolligi yuqori ekan. Ingliz armiyasi 4 quyosh energiyalik batareya taxtasi ishlash o'rniga 200 million fond sterling mablag' solgan. Davlat mudofaa ministrligi BBCning uchur erkinligi talabiga binoan Q-Cells China jihozlarini quyosh energiyalik batareya taxtasi bilan ta'minlovchilar qatoriga kirgizganligini aytgan. Bu yil 7 oyda Angliya Sheffield Hallam universiteti e'lon qilgan dokladda ko'rsatilishicha, bu 3 shirkatning atalmish Xinjiangdagi ishlab chiqarishga bo'lgan ta'siri intayin yuqori ekan. Davlat mudofaa ministrligining bir bayonotchisi bizning ta'minlash zanjirimizning har qaysi taraflarini qarorlik kuzatib turadigan kuchli tartiblarimiz bor degan. Ammo Sheffield Hallam dokladining avtori Alan Crawford BBC ishlatgan shirkatlarning tizimligini ko'rganligini va natijasining yanada o'xshash, ya'ni cho'ng quyosh energiyalik shirkatlarining majburiy emgakni ishlatadiganligini aytgan. Muhofizatkorlarning yuqori darajalik parlament a'zosi Alicia Kearns Angliya hukumatini Uyg'ur majburiy emgaki orqali ishlab chiqarish bilan shug'ullanadigan shirkatlarning Angliyada tijorat qilishini cheklash va jazolashga chaqirgan. Sharq Turkiston sürgündü hukumatining tashqi ishlar ministri Salih Xudoyor apandi ijtimoiy axborot supsi X'dan inkos qaytirib, Angliya davlat mudofaa markazidan Xitoy ishg'ol qilib olgan Sharq Turkistondagi majburiy emgakdan ishlangan quyosh batareyasiga mablag' solishni to'xtatishni, Xitoy kompartiyasi shirkatlari ishlab chiqargan quyosh energiyalik batareyani ishlatishni oxirlashtirishni talab qilamiz dedi.
7 yaşlıq Xitay tənərkəçiləri tömür armiya quruş üçün hərbiy məşq qılmaqda ekan. CNA xəbər torining 23 noyabr günidəki xəbərdə aytilishicha, Xitayning bayonotiga qaraganda 7 yaşlıq balalarni o'z ichiga olgan necha yuz tənərkəçi Şanxayda hərbiy intizam və yaxshi jang qilish iqtidori yetildirish uchun hərbiy məşqə qatnaşqan. Xitay futbol komandalari ilgari mushningga o'xshash məşqlarni qilgan. İqtidar yetildirishni asos qilgan tarbiyalash Kompartiyaning qimmat qarashini ilgari surish uchun elib berilgan texnik keng tashviqotning bir qismi ekan. Xi Jinping bu yil Xitoyning amaliy urushga bo'lgan tayyorligini kuchaytirish kerakligini o'ttirg'a qo'ygan. Bu hafta mashqqa qatnashgan erlar gimnastika komandasining yosh treneri He Yushao tanarkachilarning yosh oraliqining 7 yoshdan 25 yoshgacha ekanligini aytgan. Tantarbiya idorasining dokladida mayli qancha yosh bo'lishidan qat'iy nazar ko'pchilik bu fursatni qadrlaydi. Tantarbiya komandalarining tashkiliy intizomi va guruh xizmatini kuchaytirishdagi maqsadi Shanxay tantarbiyasining to'mir armiya qurishiga yordam berish deyilgan. Dushanba kuni boshlangan bu mashq kelar seshanba kunigacha davomlashgan. Shahardagi 11 tantarbiya markazidagi 932 nafar tanarkachini o'z ichiga oladi ekan. Ayni vaqtdagi davlat taratqullarining xabariga qaraganda, Xitoy oldingi oyda Xitoy yoshlariga vatanparvarlik ro'yi singdirishni maqsad qilgan yangi ma'rif qonunini ma'qullagan ekan. Dushmanga do'st bo'lganlar bizga do'st bo'la olmaydi. Biz ishg'olchi emas. Aksicha, ishg'olchilarga qarshi milliy mavjudligini saqlamoqchi bo'lgan buyuk bir millatning a'zolarimiz. Qashki vatanimizni besib olganlarga qarshi kurashlarimizga aralashib olganlar, to'sqinlik qilayotganlar vijdonli millatlardan chiqmagan bo'lsa, bizning bu kurashimiz iymonimizning timsolidir. Qo'rqoqlik bizga yot bir hukmdir. Yo'limiz aniq, g'oyamizmi ham aniq va ochiq. Milliy g'oyamizdan voz kechganimiz dushman bilan birlashganimizga barobar. Vatan ichi va sirtidagi yurtdoshlar va kurash yo'lidagi qarindoshlarimga deydigan oxirgi so'zim muqaddas g'oyamiz uchun armay-talmay oxirigacha xizmat qilish. Qaytsiz va shartsiz holda millat va xalqning mustaqilligini kapolatga ega qilish yo'lida ilgirkidanmi bakrak qutlug' bir shaklda mo'rini mo'riga tirab atlanishdir. Sharq Turkiston turk vatanidir. Uning ismiga loyiq bir davlat bo'lish uchun astoydil xizmat qilmoq barchamizning zimmasidagi burchdir. General Mahmud Muhiti. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan-ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.